Bismillah. Barglarning darajalarini qizajo'rlab, biserni ajoyib qilib tikishni ko'rsatib beraman. Bizga kerak bo'ladi o'zi o'chadigan ruchka, keyin kerak naqsh chizib olamizda. Chizib olgandan keyin qo'limizga skoch o'rab olib, ignaga 4 qavat ip o'tkazib tikishni boshlaymiz. Keyin qizlar birinchi bo'lib to'g'ri tikib olasizlar. Qarang, to'g'ri tikkandan keyin ikkinchisini uni yarmidan, teng yarmidan kirgiziladi. Teng yarmidan kirgizilgandan keyin yana 8 ta biser olinadi. Biserlarimizni soni standart bir xil bo'ladi chiroyli chiqishi uchun. Yana 8 ta biser olamizda, tikishni davom ettiramiz. Biserimiz oxiri qayerda tugasa, igna o'sha yerdan kirgizasizlarda, keyin 3-biserimizni birinchini tugagan joyidan kirgizib, qaranglar, ikkinchi tomonga o'giryapman-da, aylanishi uchun, biseri burama bo'lib aylanishi uchun. Yana 8 ta biser olinadi, shu tarzda davom ettiriladi, qizlar. Bo'ldi, naqshlaringizni shunaqa qilib davom ettirsangiz, chiroyli bo'lib aylanib burama bo'lib ketadi biserlaringiz. Yana shunaqa tugaganni kirgizasizlar, tugagan joyidan ikkinchi tomonga ignani o'girib, yana 8 ta olib davom ettirasizlar. Bundan da zo'r layfhaklarni ko'rish uchun obuna bo'lib qo'yinglar, bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun.